12 kilolab, 11 kilolab rezultat ko'rsatayotgan ayollarni ko'ryapsizlar. Judayam qiziqib berilib ketishga. Hozirgi kunda 3 oylik kursimga ulanishgan, ular davomiy uxlashadi, shunaqa yaxshi ko'rib qoladi. O'zida zakonli shug'ullanib, zo'r rezultat sezgan odam qayta kurs sotib olaman deb pulsiga yozishadi. Men reklama qilishim shart emas. Bilasizmi, 3 oylik kursim bor deb aytib turaman. Men reklamalar qilmayman. Ular o'zi to'xtatmaydi, davoyini davom ettiraylik, zo'r bo'lamiz, yaxshi yuramiz deb shunaqa 3 oylik kurslarni ham sotib olishadi kurs tugagandan keyin. Va u 3 oy deganim bilan agar istasam muddatini ancha cho'zaman uni ham. Va ayollarni rezultatiga qarab keyin o'zgarishni istagan ayol bor, unchalik xohlamaydigan ayol bor, вообще qilmaydigan ayol bor. Rezultat ham shunga bog'liq.